Rasulullohning ravzasiga kelgan musulmonlar yig'laydi. Nima uchun yig'laydi? Ular payg'ambar alayhisolamni ko'rishganmi? U zot bilan gaplashishganmi? Qo'llaridan biror narsani olishganmi? Yo'q. Nimaga yig'lashyapti? Chunki yaxshi ko'rishadi. Nima uchun yaxshi ko'rishadi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining shaxsiyatida ibratni ko'rsatib berganlar. U zot sabrli bo'lgan, boy bo'lganda ham, kambag'al bo'lganda ham, kechirimli bo'lgan, zaif bo'lganda ham, kuchli bo'lganda ham. Rasululloh hech qachon aytgan gaplariga qilgan ishlari teskari kelgan emas. Rostgo'y, omonatdor, muloyim, rahm shafqatli, kechirimli. Bunaqa odamni kim yaxshi ko'rmaydi, birodarlar? Shuning uchun Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam eng oliy namuna, eng oliy ibrat bo'lganlar. Chunki Alloh taolo aytayapti buni. Astagfirullah, laqad kana lakum